Abbos aka, kelyapsizmi? Adam yo'lga chiqibdi. Majlisim cho'zilib qoldi, ozgina endi to'g'ri tushunasan. Oy, oy. Voy ketdi. Xo'jayin keta olmaymiz. Nimaga? Zaryadka o'tiribdi. O'zimiz stansiyam bo'lib turib, men mashinani zaryadga qo'ymading. Men nima ketaman endi? Taksi chaqirib qo'yganman. Ey, tezlash, pasnak turibman, otel. Ignizga kostyum shim kiyib olganmisiz? Aychi. Ey, sekinroq yop. Gap yangi mashina bu. Kostyumingizni dazmollab quritib olib boraman. Mashina inspektor o'zimizniki. 1 soatda to'ldiradi. Shanxaylik hamkorlar bilan $1 million shartnoma tuzdik. Shunga kech qoldim, masalan, to'g'ri tushunasan. Ignizga nima balo kiyib oldingiz? Modan tushunmaysanmi? Avrsiz bu. Adajon qalla? Hozir kelib qoladilar. $1 million? Assalomu alaykum adajon. Tanishing bo'lib bo'lajak kuyovingiz Abbos Ismoilovich. Hoppala. Abbos aka, bular mana adamlar bo'ladilar. Bag'i endi bunaqa bo'lgandan keyin bunga qarab tag'in o'sha qandaydir bir qo'libdi ish.